Mana juda ko'p edi, naryolardan ham terib oldim, o'tib keta olmadim. Shunda buni g'art qoni foyda deb gapirishyapti. Mana jigarga, sahrga, rakoviy kletkalarni o'ldiradi deyishyapti. O'ldiradi rakoviy kletkalarni. Mana qon tozalaydi. O't pufeni davolaydi. Qabziyatga ham yaxshi deyishdi. Xullas anaqa ming dardga davo. Qanday tashlab o'tib ketaman buni. Ovaman mana. Voy chiroyliligini Allohim tabiiy noz-ne'matlari deb bergan. Shifo baxsh o'simliklari. Mana bitta qolib ketyapti, ovalaymikan shuni ham. Mana bitta emas, mana yana. Bo'ldi, ketdim. Uyda qizim xavotir olib qilib yotibdi. Sog' bo'linglar hammanglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham ko'rib qolsanglar, terib olib hozir vaqt ekan.